Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Muhtaram aziz jamoat, Allohga behisob hamdlar bo'lsin. Sizlar bilan bugun yana diydor ko'rishlikka Alloh nasib qilib turibdi. Juma kunida Alloh va'da qilgan barcha mukofotlardan hammamizni Alloh taolo ulushdor qilsin. Bugungi mav'izamiz yetimlarga yordam berish jannat kaliti degan ekan. Yetimlarga bizning shariatimiz ko'p yaxshilik qilishlikka buyurdi. Bu eng katta ne'matlardan. Yetim uni so'ksa ham, ursa ham qaraydigan qarovchisi yo'q. U faqat Allohgagina muhtoj bo'ladi. Yetimga qarashlik shuning uchun Allohning nazdida katta amallardan hisoblanadi. Yetim, Alloh uni yetim qilishni xohlagan. Otasi dunyodan o'tgan. Yetim degani shariat islomiyada agar hayvonlarda yetim bo'lsa, onasi o'lsa yetim qoladi. Otasi o'lsa emas. Onasi asosan sut beradi, boshqa qiladi, bolasiga mehribon bo'ladi. Ona o'lsa yetim hisoblanadi. Qushlarda ota-onasi o'lsa yetim hisoblanadi. Agar onasi o'lsa ham otasi boqaveradi, otasi o'lsa ham onasi boqaveradi. Ammo odamlarda ota o'lsa yetim hisoblanadi. Ota farzandni boquvchisi ota hisoblanadi. Ona esa uy ro'zg'orlari bilan band bo'ladi. Shuning uchun ota o'lsagina bola yetim qoladi. Er-xotinlar ajrashib, er tirik bo'lsa yetim hisoblanmaydi bola. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَالْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Alloh taolo val mavludi lahu rizquhunna. Tug'ilgan bola otaniki bo'ladi dedi. Uning rizqi ham, kiyintiradigan kiyimi ham yaxshilik bilan bo'lish kerak dedi. Demak, ota bilan ona ajralgan paytida u bola qolgan yetim hisoblanmaydi. Yetim deb otasi o'lgan kishilarga aytiladi. Bugungi mav'izamiz yetimlarga yordam berishlik jannat kaliti degan mavzu ajratildi. Jannat kaliti deyapti. Bu odamlarga juda katta qulaylik bo'ldi. Odamlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida yetimlarni bitta ham yetim qolmagan. Urush bo'lgan yoki kasallik bilan otasi o'lsa, odamlar darhol uni bolalarini o'zini qaramog'iga olgan. Yetim deganda yo onasiga uylanib bolalariga qaramog'iga olsa ham bo'ladi, yoki shundaylik bolalarni qaramog'iga olsa ham bo'ladi, yoki onasida turib borib berib ovqatlarini, pullarini berib kelsa ham bo'ladi. Xullasga yetimni kafilga olishlik. Alloh Haq subhanahu va taolo Baqara surasida Astagfirullah va yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khayr va in tukhalituhum fa ikhwanukum. Sizdan, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yetimlar haqida so'rashadilar. Ayting, ular uchun isloh qilishlik, ya'ni ularni yaxshilikka boshqarib turishlik yaxshilikdir. Isloh bu salohiyatlik. Qul islahul lahum, ular uchun isloh qilib turishlik yaxshidir. Va in tukhalituhum fa ikhwanukum, agar ular sizlar bilan aralashib ketsa, sizlarning birodarlaringizdir. Ya'ni aralashsa degani katta bo'lib, o'zlari pul topadigan bo'lib, qaramog'idan chiqsa, sizlarning birodarlaringizdir. Men seni yoshligingda qaragan edim. Endi buyruq berib turaman yoki maslahatimni olasan degan yetimga muttahamchilik qilmaslik kerak. Sizlarning birodarlaringiz deyapti Alloh.
boshqa birodarlar bilan qanday xushmuomalada bo'lsa, yetim katta bo'lgandan keyin undan biron bir ta'nani sodir qilmaslik kerak. Bir kishi Alloh uchun qaradimi, katta bo'ldimi, o'zini o'zi eplab ketyaptimi, bo'ldi. Unga yana o'zicha biron bir narsalarni hukm qilib turishligi mumkin emas.